qaranglar, nimaga ushbu mashinani olishingiz kerak. Yil 2015, kraskasi mutlaqo toza, faqatgina o'ng tomon mana shu kirloda betnoli joyi bor ekan, mana shu yerda qilib chiqqanlar bo'ldi. Qolgan hamma navorotlari qilingan, motori ekonomishniy. Aka gibrid dedingizmi, sons dedingizmi? Sons gibrid. Sons gibrid, ha? Yaxshi. Yozuvchilar almashgan ekan. Qanday motor programmani motor qilganmisiz? Sportning motor qilinmaganmi? Yo'q. Kolovka almashmagan ekan, fara to'liq led bo'lgan, rangchasi ham chiroyli mokriy rangda. Espro qalpakda turibdi, balon holati o'rtacha yumshoq balon qo'yilgan, qishdan chiqib beradi. Shumkalar to'liq bo'lgan. Hafshifkasi probek 165 ming kilometr mazmuni bosib o'tgan. Motorlari yaxshi qo'yilibdi, lekin yomon emas, evakordan polik bor ekan. Sidina zavodskoy. Gazi bor edi, hozir ko'rsatamiz batafsil. Aka keling. Mashina begona insonniki emas, aka bilan gaplashdik, begona emas ekanlar o'zlari. Marhamat, akkuratni turibdi ekan. Endi bilaman, shunga yarasha aka narxini arzon aytmaysiz buni. Mashinangiz yomon emas. Qancha qo'yamiz? Keling buyoqqa aka. Buni aka 6 deyapman. Sizning klientlaringizga kelishtirib beraman. Qanchaga berasiz aka? Qarang, 6 deyapsiz. Mashina yomon emas. Misol uchun men aytaman-da, hozir kelaman bozorga, aka 6 mingga Nexus ham beryapti-ku deyman-da. Lekin misol uchun Nexus balichiklari bor, buni balichigi bor. Spark beradi bo'lgan, Spark ham balichigi bor. Qancha qilib beramiz aka? Sotiladigan narx bo'lsa, shtobi boshqa klient nima deydi? Nexus olmoqchi bo'lgani, Spark olmoqchi bo'lgani, shunday fikridan qaytsin, Nexus 8 da olsin. Boshida havasim ketdi, yaxshiga. Muhimi kraskalari tozada, bitta krilo kraskaga kirmaydi-da aka. Kichkina petno bo'lgan deyapti o'ng tomonda. Qancha qo'yamiz aka? 5700 beraman. 5700 mi? 700 ga beraman. 5 to'g'ri qo'ysak bo'ladimi? To'g'ri, yarim pachka. 50 ta olib ketsalar. Hujjat muammo bo'lmaydimi? Yo'q, muammo bo'lmaydi. 5,5 qo'ysak bo'ladimi? To'g'risi aka, 500 dollar ko'tardim mana. Bozor ham uncha ko'tarmaydi. Yo'q, 5,5 to'g'ri qo'yamiz. Yo'q demang aka. 5,5 baraka qilaylik. Yo'q, 5,5 tochkasi deb qo'ysak bo'ladimi? Aka 5,5 ni tortishyapman men odamlar uchun. 5600 aka, mana siz otingizdan kelsa 5600 ga beraman. Telefon raqamini ayting. 99lik 449 46 98. Telefon qilib baraka qilasizlar. Endi kim Nexus 2 izlab yurgan bo'lsa, menga ideali kerak, yili yangi bo'lsin, kraskasi mutlaqo toza bo'lsin desa, o'sha do'stingizga videoni jo'natib qo'yasiz. Endi aka navrotlarni qilish osonda, misol uchun, lekin родной kraska yili yangisini topish nisbatan qiyin. Videoga like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Rahmat hammaga.